O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktyabrdagi PF 684 farmoni bilan tasdiqlangan 2020-yil 2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasiga muvofiq o'zbek tilini xalqaro miqyosdagi o'rni va nufuzini oshirish hamda uni xorijiy mamlakatlarda keng targ'ib qilish, o'zbek tilini o'rganish istagida bo'lgan chet el fuqarolari uchun o'zbek tilini bilish darajasi bo'yicha malaka sertifikatiga ega bo'lish imkoniyati yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasining chet el fuqarolari uchun o'zbek tilini bilish va darajasini aniqlash va malaka sertifikatini berish tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida 2026-yil 28-yanvardagi 31-son qarori qabul qilindi. Qarorga muvofiq chet el fuqarolari uchun o'zbek tilini bilish darajasini aniqlash va malaka sertifikatini berish tartibi yo'lga qo'yildi. Bunda 2026-yil 1-martdan boshlab sifr mezonlariga muvofiq chet el fuqarolari uchun o'zbek tilini bilishning A1, A2 va B1 darajalari bo'yicha 2027-yil 1-martdan boshlab esa B2, C1 va C2 darajalari bo'yicha malaka sertifikatini berish imtihonlari joriy etiladi. Shuningdek, qarorga muvofiq o'zbek tilini bilish darajasi to'g'risida kamida B1 darajadagi malaka sertifikatiga ega chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar 2026-yil 1-apreldan boshlab O'zbekiston Respublikasining fuqaroligiga qabul qilishda davlat tilini bilish darajasini aniqlash imtihonidan ozod etiladi. Qarorga muvofiq chet el fuqarolari uchun o'zbek tilini bilish darajasini aniqlash va malaka sertifikatini berish tizimi Bilim va malakalarni baholash agentligining ilmiy o'quv amaliy markazi davlat muassasasi tomonidan amalga oshiriladi. Malaka imtihoni 4 ta ko'nikma: tinglab tushunish, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini o'z ichiga oladi. Qarorga muvofiq nogironligi bo'lgan talabgorlar uchun ham bir necha imkoniyatlar yaratib berilgan. Nogironligi bo'lgan talabgorlarning malaka imtihonida quyidagi bilim va ko'nikma va malakalar tekshiriladi. Ko'zi ojiz talabgorlar uchun tinglab tushunish va gapirish, eshitish va gapirishda nuqsoni bo'lgan talabgorlar uchun o'qish va yozish, yozish imkoniyati cheklangan talabgorlar uchun esa tinglab tushunish va o'qish, gapirish ko'nikmalari baholanadi.